Sotiga 1,5 sotik aka, puli zato arzon. Korobka holatiga keltirilgan, ozgina kelib, ozgina mehnat talab kelib, o'zingizga, vkusingizga yoqadigan qilib remont qilib olasiz. Sizga puli arzon 1,5 sotikli xonadon topib berdim aka. Siz bilan ko'rib bitta obzorni ko'rib chiqamiz. Asosiy darvozadan kirdik aka. Kirishimizga ham aytgan bitta mashina sig'sa bo'ladi. Joyi ham bor. Orqa tomonida to'g'rida, orqa tomonida hovli qismi ham bor. Sotiga 1,5 sotik aka. Bu tomoniga qo'shimcha uy qilsangiz ham bo'ladi. Ozgina zeleniy zonaga joy ajratsangiz ham bo'ladi. Mana kirdik. Kirishimizga chap qo'lda tashqi hojatxonasi, o'zini sanuzelga joy ajratilgan. Shundaq korobka holatida ozgina mehnat talab qilinadi xolos. Hop, kirishimizga bu tomonida bitta xona qilingan. O'zini tagida podval qismi ham bor. Shunda bir xona, bir qavat, ikki qavat bo'lyapti. Yoniga qo'shimcha uy qilib, savasingiz ham bo'ladi. Zato sotiga arzon. Hop, manzilimiz bu tomondan Arabguzardan kirishimizga, bu tomoni Sholdiramadan kirishimizga mana shu xonadonimiz aka, 1,5 sotikli masjidga 50 metr yaqinlikda, azon 5 mahal azon eshitilib turadigan joyda. Aka, bu yerda suv svetlarimiz kirgan. Narxini 18.200 ga baholanyapti. Bitta kelib ko'ring aka. Narxi arzon. Kelsiz, biz orqali siz yana ham pulini arzon qilib tushib beradigan joyi bor.